tuman Ziyokor mahalla qabristonlarida ham obodonlashtirishlar olib bor. Mana bugun ko'rib turganingizdek, Do'stlik qabristonimizda obodonlashtirish ishlari olib borildi. Nurab qolgan qabrlar qayta suvoq qilib, chiroyli holatga keltirildi. Bu barcha obodonlashtirish ishlari butun mahallamiz uchun ham, tumanimiz uchun ham bir chiroyli ish bo'ldi deb o'ylayman. Obodonlashtirish davomiyligida mahallamizdagi o'sha qabristonga kirish yo'llariga toshlar to'kilib, aholini yana kirib chiqishi uchun qulayliklar yaratildi. Mana shunday qulayliklar nafaqat qabristonda, mahallamizning barcha ko'chalarida, barcha xonadonlarida mana shunday obodonlashtirish ishlari olib borilsa, o'sha bizga faqat mana shunday chiroyli joylar, chiroyli hovlilar, chiroyli ko'chalar bizning mahallamizga yarashadi. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shu hamjihatlikdagi bo'layotgan hasharlarimiz bardavom bo'lsin. Mana shu hasharlarda tashkillashtirilgan, tashabbuskor bo'lgan viloyat hokimligiga, tuman hokimligiga, viloyat soliq boshqarmasiga, tuman soliq bo'limiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib, rahmat aytib qolamiz aholimiz nomidan.